电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shundoqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiya bilan Şinjan Tilak mablag' silish boshqarish cheklov sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası. Ben riyasatchi Nijat Vali Yaqub. Chiroyli naqshlarimiz bilan yana bir navbat İpek Gölü sadası programmasining mana shu nurliq sahnasiga jam bo'ldik. Aldı bilan ekran oldidagi sizning betaqatlik iligida programmamizni kutganligingizga minnatdorligimizni bildirish bilan birga naq maydonimizdagi ustozlarimizga, shundoqla ko'rmanlarimizga, texmo muhimi Jiroqdan bugungi musobaqamizga qatnashish uchun alohida qadam tashlab qilgan moyirlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Ekran oldidagi qadrli do'stlar, 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası programmamizga san'at kasbidagi boshlamchi ustozlarimiz alohida qadam tashlab qildi. Hurmat iligida ular bilan tanishib chiqaylik. Davlatlik 1-darajalik artist, xalqyar naqshchi İpek Gölü sadası programmasining bosh yetakchi ustozi Abdulla Abdurim apandan xush kelibsiz, qarshi olamiz. Şinjan Uyghur Abdunum Raylık Partikom Teşviqat Bölümü Sabık Muavin Küzetçisi Şinjan Hua efendim hoş geldiniz, qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajalik kompozitör, ataqliq naqshchi, Şinjan Moda Muzika Jamiyatining muavin boshlig'i, madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi mutaxassis Ablat Abdukim efendim hoş geldiniz, qarshi olamiz. Hoş geldiniz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi va ijodiyatchi Tashmuhammad Batur efendim hoş geldiniz, qarshi olamiz. Hoş geldiniz. Şinjan san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulomxonim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Şinjan san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qarar İpek Gölü sadası programmasining chempioni Kamil Jilil efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Alqishliq yosh naqshchi, kuy elchisi Hazrati Ali Muhammad Tursun xush kelibsiz, qarshi olamiz. Ay keçer otunda köygen yüreğimdin seninle söygen ben seninle söygen sen başka köygen Bölünmedi muhabbet şundan Açıp durup yana söylerken Bölünmedi muhabbet şundan Açıp durup yana söylerken Kalkacağım durup yana söylerken Böler misin ya Sizem misin yüreğimde sen lupa Sevmez misin yar Gitmez misin ya Bu yüreğim azabında kıynalmaz mı yan Her geceler göz yaşlarım tutalmadım Bu yüreğim azabında kıynalmaz mı yan Her geceler göz yaşlarım tutalmadım Azabımda kıynalmaz mı ya? Nima ish qildiganligini deb pasulta ustozimiz hozir bolalar. so'raymiz, biz so'rmasak bo'l deb bermaydi. Bu naqsha bu naqsha aytimi deydi. Ha.
o degan Şehir olmagan bolsa taktı. Aşağını koşmagan bolsa shuncha Bir daryoning suyini ichibdimiz. Yaqin aşağı bir planlarım var menimcha. Minen diyem sana. Minen. Ben benim minam. Meni bir naqshettiga yerim Yerim bor. bor. AZT deydigan bir musiqa. Tamam bab. Necha yosh kirdik bu yil? Bu yıl 23 kirin. Bizmi xotnab bo'ldik danglar. Ben Eris başkuşudan bir tek. O'yishyapti. Öyle şey ettim. İşte azar yer gittik. Azar yer gittik. Azariye proqtlar. Azariye proqtlar. Şu aşı hissiyat. Hozircha sana chiqmaydi biroq. Yani kuyarkan demamdi bu. Yani kuyarkan davati bu. Qaraganda balada qapqishaydi. Sağlık. Yakınlık lavşan temiz. Yakanlik naqshchi. Yaxşı ettiniz. Hozirga qachon bizni yaxshi dagi deb yurimiz. Mushu 5 muallimdan birini tanlashga ruxsat beramiz hozir. Mening tanlashim bo'lsa Azertele ustaz. Öz yaxşı ko'rgan kasbga ajr qilish eng katta muhabbatdir. Muborak bo'lsin. Tirishchiliginiz bilan san'at yo'lingiz texmo parlaq bo'lsin. Zulupqar inim bu naqshni nayt yaxshi etdi. Barliq do'stlar o'zinglar ko'rdinglar. Biz hammamiz tangli o'rildik. Meyli naqshi aytishdagi hissiyat bo'lsin va meyli ovozlarni kontrol qilish bo'lsin. Biz nayt bu jihatdan bahimiz yuqori bo'ldi. O'zini to'liq namoyon qila oldi. Mush tanlagan naqshni ben yaxshi tanlab deb o'yladim. Bundan keyingi bosqichda mush ufkamninki butun alayliklarni texmi namoyon qildigan naqshlarni yaxshi tanlab turib, biz keyingi bosqichda texmi o'zgacha bo'lgan naqshlarni sizlarningki huzuringizga sunishga tirishamiz. Bir xat deydi, bir xat. Salam, mən Ümercan Səməd, yurtum Atışdan. Mən asaslıqım şu xalq naqşı, amibab naqşlarını cıq eytimən. Bu sənin qatnışıb üzümüzni namayan qığıl buldu, ustazlardan yaxşı təlim bilimlərini elib üzümüzni müş kəsbdə bir baldaq yuqarı örülüşümüzge türütkü bulalaydı. 6-cı qarar Altın Göhər İpek Yol Sadası proqramıza qatnışımğa üyümdikilər həm dost bradarlarım yaxında yardımcı boldım. Şularga köptün köp rəhmət eytimən. Gezipsiz canan bulaydı aşık üyede mihman bulaydı aşık üyede mihman bulaydı bir ten bir can
qadriga yetmemsiz emdi aşık qadriga yetmemsiz emdi va'diga vafo etmemsiz emdi etmem yüzünüz canan bulaydı bir bağda ösken reyhan bulaydı bağlap bilimge bel bağrımni acayip yasattım gül bağrımni acayip yasattım gül bağrımni başlap düğümge dosyalarımni kısmet küçtüm çaqqan bulaydı başlap düğümge dosyalarımni kısmet küçtüm çaqqan bulaydı Aşkım yuşurmay danağa aytdım şeydalık evni haberna aytdım şeydalık evni haberna aytdım qadrimni bilgan do'stlarga aytdim eller ichida doston bulaydi qadrimni bilgan yorimga aytdim eller ichida doston bulaydi doston bulaydi Qadrli do'stlar, suhbat va unum jihatda hammanglarni qoyil ham moyil qilgan oltin go'har, oy go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bo'sish xarakterlik natija yaratgan mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli korxona Shanxay go'har guruhi programmamizning tajdorligini oldi. A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxona va inoq oilalarga singib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik cheklanish shirkati programmamizni alohida talab qildi. Rayonimiz davasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek pay cheklanish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolatlik qilgan Xinjiang imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib mengayotgan Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi cheklanish shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni söygüçi xanım qızlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan, suhbat va fason jihatda xanım qızlarning olqishiga ham e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkar kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi.
A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Chongstam yemaklik chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Zunjingda göveylaşımın, Hoca Ümercan Semeti, Lez Atuşu. Salam ustazlar. Hazır qatınlar xeyirlik bolsun. Men Ümercan Semet, yurtum Atuş'tan hemmanlar mende otluq salam, ali ihtiram bolsun. Men 2007'den 2010 yılgacha men Xinjiang Madaniyat San'at Maktabining naqsh kasbida o'qigan. O'qish bitgandan yog'i berib Atuş'da, Ümekilda to'xtamliq ishlab, keyin anda yenib chiqib o'sha restoranlarda, to'ylarda, Atuş'ning to'ylarida. Shu Toylarda alamet eğitim sende. Usulluk nakşılarını. Atışta toyu olsam usulluk nakşıdan bir 100 ne tam sen. 100 Yöt gap kelganda boshqa olsak shu to'y tutganda to'xtaydi. Açta çeynikqa ovozlar degan ama o. Bek yaxshi bo'ldi. Kamiljon inim bilan Toshmahmad ustoz ikkisi bu naqshdan ta'sirlandi ukam. Üzerime omdan ettin avazımı, nait omdan çeniqdi. İgiz avazlardan çatak çıkamdı ki de ensirgendim, nait yaxşı ravan öttü. Unda olsa malumlarının fikrini anlap baklıma? Buldu. Bu naqshini şimdi men bek yaxshi ko'radigan naqsha. Bu naqshini men bizniki G'uljida Vali Davud kam ustoz bor. Shu yoqdan men tunja anglagandan tortib taka hozirgacha menmi mushtaq o'tirish yoki so'rovlar bo'lsin yoki faoliyatlarda bo'lsin yetib kelayotgan yaxshi ko'radigan naqshlardan biri ukam. O'rindashki azdir ko'pdir savalliklarni men bu yerda chiqib andaq demayman. Chunki mush naqshniki xil qiyinlik darajasi ravris bor naqsha ma o. Mushni tamomlab oxirida mushu biz o'rilgidek aytgandan keyin mushning o'zimi yaxshi g'alaba deb qarayman. Agar mening guruhim tanlashimiz bo'lib qolsa, balkim buningdan keyingi safarlarimizda texmi yaxshi hamkorlashib, texmi yaxshi bo'lgan natijalarni qo'lga keltirishga mening ishonchim bor. Qog'ini o'zingizning tanlashida. Rahmat. Rahmat. Ümercan, shundan boshqami ijodiy bilan naqshlarni ayta oladigan-da? Aytamiz. Abayınızda ustaz Atış'ın toylarının gibi olap kaldı. Ben bu inimden şu icadi şunda kuyunum sahneге çıkkanda nayet hoş oldum. Ben Atış'ta asasiyetin halk naqshisi yolunu tutup mağanagan bir adet şekillenip kaldı ustazlar. Bu demiş qara dese şu toyunun işimi deb oylayman. Bir çıkıp elipla bir başlısı 2 saat 3 saatmiş usulluk naqshini aytıvergendikin bu avaz şu halk tarafki pişkan bilan lekin ijodiyat naqshi kelganda jiqlab ijodiyat naqshini aytadigan balla chiqmadi yaqindan. Mesela Abdurrashid ham shu yo'lni tutib mangda cho'ng ustozildan. Abdurrashid ham men xalq uslubini mangda ijodiyat uslubini tang elib mangan. Lekin shu bir turkum bolalar asos xalq naqshini yaxshi aytadi. Ijodiyat naqshi kelganda ovoz shuni tushmaydigandek bir holat bor ekan. Men shuni o'ylab, men shu yo'ldan sal chetdan biroq men paqayimga deb oti chiqmay urinib turib olganman. Shuni qarasam, sen bu naqshni chiroyli o'rinding Toshmahmad ustoz degandek. Shunga Mışı o'xshamagan bir yo'lni tutib, usullik naqshini aytishingda gap yo'q. O 2 soat xalq naqshlarini aytoladiganliging chiqib turdi senda. Shuna xo'sh bo'ldim. Atish vakolatan ijodiy bir naqshni elib kelganingdan mening guruhimga kelsangmi? Men o'zimning tutgan yo'li bo'yicha elib menish kuzamidi. Toshmahmad akamga borsangmi? O'xshash. Uningda yaxshiroq bo'ldi. Bu naqshning menda boshqa bir O'rta Osiyodagi aytgan bambullarim anglagan to'q. Biz lekin bak chiroyli naqsh kim bo'lsa, men yaxshi urildim buni. Rahmat. Men bu da mushu kelga o'quvchilardan shuni his qilib qoldim-chi. Shunda qo'shildigan bir tarafni his qilib qoldim. Mayli qaysi yurtdan kelsin, lekin naqshlarni ay yurtning naqshini men aytolmaydim, yerlik she'rlarni to'liq chiqarammaydim degan qarashni bu da tashlab o'tibdi. Bu bek yaxshi ahvolchi. Cho'qim meningcha o'rgansaklar, tirishsaqlar o'rgangil bo'lmaydigan ish yo'q. Chunki naqshi aytadigan ovoz sharoitimiz bo'lgandan keyin hamda shu sharoitni qaysi ideyaga harakat qilg'izish u bizning o'zimizning qobiliyatiga bog'liq ish. Shuningga men mush kelgan o'quvchilarga chin ko'ngildan rahmatimni aytaman. Inimmi mana naqshini o'rinlaganda menga shunda ta'sir bergancha mana anglab shunda qo'shildim.
Yaxshi asar ekansiz, yaxshi o'rindiqsiz chiqqan. Rahmat. To'ylarda shu chiniqish bo'ldi ekan, bu bolalar to'yning kayfiyatini aytib yuqori bo'lish talab qilinadigan ish bo'lgandan keyin. Dedi igizga esildi. Usulchilima yuqori kayfiyat. Bag'ansir, Cho'la çok chimbulaq. Yuqori ovozda. Bular to'yan ovozini yo'qitib qo'yg'ilyotdi ba'zi bolalar-chi. Yaxshi naqsh aytadigan bolalarimiz. Usul marikama ehtiyoji bilan-da. Toza vaqirab. Mush balamizning mush naqshni to'yan ovozida qaraganda yuqori ovozda ondan rohatchilik vataxi. Tüyünü pişirsak ulaşaydı usta endi buni. O'zing bir amal qilamsa, yo Toshmahamadovga bir amal qilamdi, bir amal qilsa o'g'dek. Unda bo'lsa oxirgi tanlash sana qoldi. Mening oxirgi tanlashim Kamil Celil ustoz. Rahmat. Biz vaqtni keyniga yandira olmaymiz. Biroq xo'shal kayfiyatda balalarcha xo'shallik bilan yashashga imkoniyatimiz bor. Muborak bo'lsin. Naqshlaringiz sahnamizda uzoqcha yangrug'usi. Ömer'nin bu naqshimi burundan aytilib kelayotgan ijodiy naqshlarımızdan biri bir xat yozibsiz degan. Bu naqshlarım bu nayet yaxshi aytdi. Bularni atishga nisbatan aytgan vaqtida bu atish xalq naqshlarini aytmay ijodiy naqsh kelganligidan menga ta'sir qildi. Shunga o'rildim. Ömer'larni yaxshi usta shagird bo'lib yetaklab mashq qilishman. Sen bo'lgan bo'lsang Yaxşımışlar ekran aldiki aziz qarindoshlar. Men Mevlam Mehmet bo'laman. Korli Xinjiangdan keldim. 6-cı qarar Altın Güher İpek Yolu sadasiga qatnashishga, naqshiga bo'lgan qiziqishim, uydagilarimningki, do'st birodarlarimningki qo'llashi turtki bo'ldi. Men odatda shu ommabop uslubidagi naqshlarni jiqroq aytaman. Ammo nisbatan bu programmaga qatnashishning ahamiyati bo'lsa, o'zimningki naqsh jihatdagi alayligini joriy qildirish. Shu uydagilarimga, shundaqla yenimdagi do'st birodarlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Yüreğim yığlar mıydı sen bulgan bulsa, boynum bonca kısılar mıydı sen bulgan bulsa, ömürdüm yolunda gece geçiler, mevsimge yaş elin maydı sen bulgan bulsa, ömürdüm gece geçiler, mevsimge yaş elin maydı sen bulgan bolsa, tünde gece yulduzları sanayım emdi, yap yaş durup hoşumdun tanayım emdi, el içiden canayım emdi, meni detxem basmaz idi sen bulgan bolsan, el içiden miski yürüp canayım emdi, meni detxem basmaz idi sen bulgan bolsan. Hoşal yürerdim, şadlanıp hem gülerdim, can desem can verirdim, sen bulgan bolsa,
Mahirlerimizga ahmet dileymiz. Neticelik bolgaysızlar. 尊敬的各位老师你们好我是麦欧拉江美美体我来自库尔勒河津 Yaxşımsızlar ustazlar Hemenlarına muş vakti xeyirlik olsun Ben Korlu Xejing'den Mevla Mehmet Buluman Karşılığımız Rahmet Mevla inimni bunda qarsam bunun ko'ngliga tikkanlari va o'xshaydi. Aytgan naqshan qarsammi bir ma'lumni o'ylab kelgan bo'lgan ta'liyinga shu ma'lum o'rildi qo'rqarding-ku. Endi Mevlajon qada deysa? Ciddiyleşip hazırda. Ha ciddiyleşip. Muşkem kayıca bundaq çoğun sahniga chiqib naqsh etishim tunji qatam bo'lganligi uchun ciddiyleşip qoldim. Odatda hamma naqshni eshitsang ashunda bir ovozing azroq jitilib chiqamdi ya bugungi ishmi? Ya bugun hashta bo'lib qoldi. Doim undaq emas. Og'zim qurib ketyapti, choplashib kelyapti da gap qilaysiz. Ha bo'pti. Tushunamiz. Ma gapni jiq qilishmaylar Hazratali. Ustozlar, ma aytgan naqsha. Ashta bilyapti. Hey, ma o akang aytgan naqsha. Ba'zi yani mendimi o'zgartib o'ziga ta'va qilib turib o'zlashtirib shunday chiroyli aytdi. Shuni sen ta'sirlanib ketdingda? Doğrusu giant tepti. Giant Çıktalaşlar Mübarek olsun. Fakat Hristiyanlık görsesekla hayatın bizge berdiğin fırsatları intayin nurgun. Mübarek olsun. Bu fırsat bilen başlanğan kelgüsünüzden yaxşı neticeler bilen davamlaşışını ümit kılınız. Yaxshi tudingmi? Yaxshi, Ilyar Uzangcho, yaxshi tudingmi? Yaxshi. Bir ayak bardiga o'xshamamsa? Bir tushlik bir faoliyatim bor, sho'mish imzolarni kostyumlarni kiyib tayyorlab kelyapman. Shu qarsam shunda chiroyli yarashib ketibdi. Menmikilar qitimliq faoliyatimga mush imzorning kostyumini kiyib basam ulg'a o'xshamamdi. Qayerda olding? Jura seni boshlab qo'yadi. Jura. Rayonimizda güzellikle söygüçü hanım kızlarının aldın tanlışı bulup kelayotgan süpet ve fason jihatda hanım kızlarının olqishiga hem itiraf qilishiga erishayotgan 18 yıllık tarixga ega dildkor kiyimlari mahirlarga omad tilaydi. Mevla inim 2015 yılı men aytgan sen bo'lgan bo'lsang degan naqshni ep kepti. Men boshlangan chaqlar meni naqshamkan deb o'yildim. Lekin qandaydir ko'nglim cho'qib meni naqshamni aytganlik uchun taldim degan o'y yo'q. Meni o'ziga bir tatib olgan yeri ba'zi bir puroqlar, ba'zi bir ovoz alayliklarni chiqarish, o'zini namoyon qilish jihatda menga o'xshamaydigan yana bir xil alayliklarni mushunga qo'shib turibdi mush naqshchi. İcatçılık var demekçi. Şuna bu cihettim ben özümden yaxşı gördüm. Şuna bu inimnama benim görpam kelgeninden aitti kızgın karşıladım ben. Keyingi basqışta çoxum texim özgüçü olğan naqshlar bilan ko'rinmalarla görüşürüz.你说你想在海边买一所房子，和你可爱的松狮一起住在那里。你会当一个心情杂货铺的老板娘，在这心情卖着自己喜欢的东西。生活越来越压抑，你变得越来越不像自己。一个人在风里，只是在找寻。玫瑰你在哪里？你说你爱过的人都已经离去，不要欺骗自己，你只是隐藏的比较深而已。玫瑰你在哪里？你总是喜欢抓不住的东西，请你不要哭泣，
我们都只剩下一堆让青春编织成的回忆。你说你最近爱上了旅行，我知道你也只是想逃避，逃避现实和过去，逃避一个最不真实的你。一个人在风中，只是在找寻。玫瑰你在哪里？你说你爱过的人都已经离去，不要欺骗自己，你只是隐藏的比较深而已。玫瑰你在哪里？你总是喜欢抓不住的东西，请你不要哭泣，我们都只剩下一堆用青春编织成的回忆。玫瑰你在哪里？你说你爱过的人都已经离去，不要欺骗自己，你只是过得比平常而已。玫瑰你在哪里？你总是喜欢抓不住的东西，请你不要哭泣，我们都只剩下一堆用青春编织成的回忆，用青春编织成的回忆。我还以为像马闹一样的又一个好选手啊，好学员啊，一个好歌手，对，好歌手啊。这一听就是你的嗓子，会不会是模仿你的一个最优秀的一个？想错了，他是原来是个嘉宾啊，他是你的我的团队的优秀啊，老师好啊，那个最后进入最后决赛的时候啊，就是那个所有人那个要投票嘛，那就没办法。其实我的心目中他是非常有实力的啊，就我的前3名的这个学生嘛。非常出色，非常我喜欢，下不来田老师，真的，我们会永远在一起。今天又一次在这那么优美好听的一首歌曲带来我们欣赏，确实又一次非常高兴。谢谢老师啊，真的很开心啊，很开心能够再一次登上这个舞台。不过还是。看到你们的时候还是特别紧张，没在别的舞台上那种那么从容自若啊，因为确实，好长时间没见，上次比赛之后啊，但是现在再次见到你们，还是现场的气氛，我觉得站到上面的时候，还是以一种选手的这种身份啊去演唱，所以也会尽全力的把自己这种感觉全部拿出来和状态拿出来啊，还是再次你是非常有实力、非常优秀的歌手，马总，谢谢，真的在台上非常经验丰富啊，特别高兴再一次见到你，然后保持联系啊。好的，还是一直在那么忙吗？对，还是。我记得我们上次也是在这个地方，你是这个一个选手的身份，你看时间过得很快，真的。我记得我们这个比赛完了的时候，要互相说要见面。不管怎么样，再忙也罢，因为我们特别喜欢这个歌手，谢老师，他为了自己的爱好、自己的这个梦想，一直在闯，不停的在拼命的在努力，对，一直在努力。我们也能看到了他的一些成绩，很不错的。当时我也说过，我要见你，我要经常要见面，要联系，但是
这个当中呢，我们确实没有见面，所以我希望呢，我们常来往。好的，老师，因为我们喜欢你的这个作品，喜欢你这个小伙子，就好，老师把我们当成你的亲哥哥一样。好，对，真的，你不光是阿布莱特老师的学生，还是我们全剧组的好朋友、好弟弟。上一届他是进入决赛，这次作为嘉宾啊，希望你经常支持丝绸之路之声栏目啊。好的，老师，谢谢你。好。刚听到那么好的声音，我一转身就看到玛瑙，哇，想起那个第5期的那个美好的回忆哦，特别美好，真的非常棒。我刚刚给塔导说的，说去年是3月11号，我说那个日子我都知道，然后我一看，我说其实我看了一下自己的朋友圈嘛，我觉得那些回忆点点滴滴的，真的特别值得人去回忆啊，就特别开心的那段时间，真的。最后，我的队伍中最后留下的3位学员，一个比一个优秀。那个时候，我给阿卜杜拉老师、阿卜杜拉哥说过这个话。其实他们其中谁是冠军，分不开的那种，一个比一个非常优秀，很有实力啊，真的啊。后面歌手其实也都很团结，真的，谁是第一都无所谓了。然后。大家都成为朋友了，对，就是基本上就是后面的8位选手，大家都平时线下都在联系，对，所以也很开心。我们其实一直在联系，我们有一个群，我们一直在联系，互相对，还是希望就是一直在保持联系，有什么问题我们一起解决，好的，一起努力。谢谢老师，谢谢，我们都喜欢你，谢谢老师，谢谢你。谢谢你的光临，我们还会邀请你的。好的，谢谢，好，谢谢。Ahtur Bilikim. Yaxşımsızlar, men ismim Abeydullah İbrahim. Ben Güzel Aksu'dan geldim. 6-qıra İpek sadasıga özümning qiziqishi hamda shu ota-onamning meni qo'llashi tufaylidan keldim. Men odatda ommabop uslubdagi naqshlarni ko'proq aytaman. 6-qıra İpek sadasıga qatnashishda uydagilarning qo'llashi hamda xizmatdoshlarimning qo'llashi ostida mishaga keldim. Ularga rahmat aytaman. Oqtur bilgin, oqtur yarek, yardım talim yoktur. Oqtur bilgin, oqtur yarek, yardım talim yardım talim bulsa yarey, ölsem armının yoktur. Yardım talim bulsa yarey, ölsem armının Oqtur bilgin, oqtur yarey, bilsem
derdimge dava ayağımda madarim yok yâre el bilen ayağımda madarim yok yâre el bilen ezelden talihim şudur yarey men kimdim yamallaymen ezelden talihim şudur yarey men kimdim yamallaymen尊敬的各位老师，下午好。我来自阿克苏西县，我的名字艾贝迪拉。Yaxshimsizlar barcha ustozlar, Mavlana Mushotona xayrlik bo'lsin. Men Uchtirpan Naysdan Abeydilla Ibrohim bo'laman. Qarşılaymiz. Qarşılaymiz. Hazır hamma ma'lumlar sana shunchalik amroq bo'ldi deb o'yladim men endi. 5 yil ma'lum o'rindiq aylantiribdi. Uchtirpanda sening burun kelgan bolalarning yuzini yaqinmadan ish qilib. Bu Uchtirpandan yaxshi bola chiqib kelyapti-da. Yaqinqi bir necha yildan beri ish qilib shunda bo'lyapti. Bu naqsha ham yana nati ko'p aytiladigan, hammamiz yaxshi ko'radigan ism naqsha, jiq aytilgan naqsha. Bu mahirimizmi menimcha bek yaxshi aytdi. Hammalarning o'rilishining o'zi bu naqsha hammamizga yaradi, hammamizning yuragimizga tegdi. Shunchalik pishqon, yaxshi bir ijro bo'ldi deb o'ylayman. Şuna bu hem ta'lim hem bu mahir o'quvchimizniki iqtidor mahorat. Azaldan ta'lim shundoq, men kimdan yomonlayman. Yomonlash yo'q, ha? Shundoq go'zal bir ish oldi, mayli o'rildik. Men yoqtirdim. Mening guruhimga kelishingizni qizg'in qarshi olaman. Abeydilla aqtirbiligimni boshlagandilar men o'sha avji qismini qanday bir taraf qila deb o'ylab, bayan o'sha Abeydilla o'rindigan tarafni men kallamda o'ylab bo'lgan. Nəhayət çıraylı yerçə uyub erişlərim nəhayət yaxşı oldu usta. Bax şu Uchtirpandan degandikin ras hayran qaldım aka. Nəhayət to'liq o'rindingiz. Jumladan menga ta'sir qildi ma naqshini o'rindash. Rahmat ma'lum. Agar mumkin bo'lsa, tanlashingiz bo'lsa, mening guruhim kelsangiz birlikda mushtaq ko'p asarlarni birlikda tang vujudga chiqarsak degan arzu menda bor ekan. Şununla guruhimga kelishingizni men qarshi olaman. Fıraqlarni yaxshi ilish bilan birga ovozning tusimi ajoyib chiroyli ekan. Andan bizni eng asosli qilgan hayajonlandig'ini o'zingiz unutgan holda shundoq bir sura, shundoq kuchli bir cho'ng bir sahnada hammamiz jiddiylaşimiz. Hozir hatta biz chiqsaqmi, bizmi xili jiddiylaşimiz. Lekin siz o'zingizni unutib turib o'zingizning ichki tuyg'ularingiz, hissiyotlaringizni shundoq yaxshi ifodalab, naqshini voy-voyga yetkazib, mayli yuqurlar bo'lsin, mayli avjiga, puraqlar bo'lsin, shundoq agitib to'liq og'iningizdan shunda so'yinib ketdik. Hammamiz bak xo'sh bo'ldik. Men shaxsan shunday yaxshi ko'rdim. Mening guruhim sizni qarshi oldi. Habiblar qancha kirdi? Men bu yil 23 yosh kirdim. Ash puraq elishlari g'ejek og'andek kelyapti. Puraqni diqqat qilsam g'ejek chag'andek. To'g'ri.
Sen hazırımda karasam Yusufcan, Semih'le birle jürüyse. Aşılan birle oynap jürgendek hazır maksiyetiş fırakları, Semih'nin fırakım ba, Yusufcan'ın fırakları ba, üçtürpanda bir məldi buluşan mümkünsin. Lekin hazır bana tesir gayra, bana nakşın, biz eğitimimizde eğitimmayın gayralar, fırakların cayık ikkilişsel tesir nakşamağı. Aşıdaki başlanığa vaxtında birinci lap bana tesir kıldım, öğrüldüm. Bizden idarını bilsem, bu şundan nakşının makanı digine hem de. Bizden nakş oynayamız biz. Ben küçük vaxtında şunda eğitim çoğun kansır eğitim maslap kaldım bu nakşını. Oynaydı kaşın çıkıp gitti dersin. Şuna yine görüp bakmak kile başlayamız işte. Ağını izan oylar. Rahmet var. Ustazlar şunda yuqur bavet abaytni haqqı emmeni anlavatısız. İcra qilish alaylikingiz jariy qildirish haqiqatan bek beyzi. Naqshiga shunda chukib bek yaxshi ijro qildingiz. Men bek suyunib turib anladim. Başdan anlab o'tirib ketmay birdim. Undan keyin naqsh tugab qolmasin deb men o'rilib, mening bayimim bek yuqori sizga. Ustozlarning kimni tanlasangiz cho'qim siz uchun rarus shunda bir yaxshi natija qozonishingizga yordam qila oladi. Albatta men uchun mening ko'rpam sizni qarshi oladi. Abeydullah nima kasbda o'qigandiga? Men 2017-yili Oqsuv viloyatlik san'at maktabiga usul kasbiga kirgan. Usulda o'qib, Jo'ngjanmitda u. Ha, Jo'ngjan kasb bitdi. Ondan keyin maktab bitdim. Shu mening lipigim chataq, ikki lipik usul o'ynasam, ikkitib chapa selib. Ondan keyin men 2017-yili bilgan, o'zimning bir shunaqa bir talantimdan bog'liq naqsh etadi. Shu maktabda saqib qopsanda shu vaqtda. Shuni gap qopsanda. Usulish orqali balla naqsh etsa chempionnatga kirib, shu orqali dutta chelishni o'rgandim, har xil sazlarni o'rganib, shundan keyin maktab bitirib mush kasbga o'tib ketdim. Qadimda. Usulga tiz bo'lmay qopdi-da. Shu lipigim to'lib chiqib, piyada to'la o'tirib qolib o'ynaydi. Naqshidimi yaxshi talant bor ekan, aslida bu naqshiniki material ekan. Buni bilgan bo'lsak, boshqalar naqshni o'qiydi ekanmiz, Abeydullah. Shu mening hozir bir xatolashgan yerim, nima qilib ayni vaqtda bir naqsh kasbini tanlamagan bo'lgandim deb o'zim go'zam bir xil. Shunda lekin hozirmi kechikmaymiz hozir. Menimcha u xatolikqa kirmaydi ukam. Sen shu xatolik uchrash orqali o'zingning naqshida bo'lgan alayligini his qilgan bo'lishing mumkin-chi. Xatolik kirmaydi. Oldimizda fursat yomon jiqqa emasmi yoshga boqqan chaqda. Nayt fursat jiq. Bu 23 yoshlik o'g'limiz ekan, naytni umidli bola ekan. Garchi usul kasbidan mahrum qolgan bo'lsa-mu, bir hikmatlik ish o'xshaydi-mu-chu. Haliqi burun birsining qo'lini bir bo'ri yevelib, keyin shu qo'li cho'loq odamni yevatmaydigan chiqib qolibdi-ku, bir hikmatda. Yavoylik bo'lib, soq odamni yeydigan yavoylik ya. Qarasa qo'li cho'loq. Va bu maytga boshdan o'xshash bir ishda seni lipiging chiqitadigan ish seni naqshiga boshlab qo'yapti. Qara, bugun menda yaxshi ma'lumlarni e'tirof qilishiga erishyapsa, yilitin. Musobaqa boshlanmay, menga yaxshi bilan. Nəhayət yaxşı oxudunuz. Naqşını usta ekansiz. Bu cəhətdə bizniki həqiqətən alaylık və talant ekansiz. Ustozlarınızı tanı bilan. Şumalıq, yerlik bir maqtashni qildi. Usta ekansiz. Usta ekansiz, bir og'iz gap bilanlar. Qara mana bir şey chiqindilar, mana bizlik baliq erishdim. Qanday qilay deysan? Senin malang Yusufcanlı bilan yaqinmi? Ha. Men Uchturpanning Yako'riktiga yezisidan. Yusuf akamlar shu shahar ichi. Ha, ular taq shaharlik deydi. Qilishlarning asl baş, Samina fıraqları ba, Yusufcanning naqsh yetishishlar ba senda. Gerçi ulu bilan kunda billa jumsimi Abdusami Yusufcanlı ta'sir uchraydi. Bizmi shundaq-ku, zaten bizning avlod bilan biz ikkimiz cho'ng'uga yezida nerede bizge onda şarait malımız dep tapıdığan. Bizim şu radyoda anlayan malımlarını ustaz tutup ihtiyarsız açta ügünüttük. Şunun o'xshash, muş ballarning jutudan chiqqan naqshchilar bir davr ballarga ta'sir qildi. Qara, aqadan yomon guylar. Naqshni undan etdigan ballar aqadan kelyapti. Ahmetcan xo'tanlik bala ag'inimiz gitar chelib, shunda nurg'un yosh balani heves qo'ygancho gitarga. Shundan keyin bir muncha gitarchi balla xo'tandan
chiqqan. Shundaqa. O'g'itishlarmi, vositalar, bevosita. Vositalar qalda ta'sir ko'rsatdi bo'lig'i, o'zi xohlagan, xohlamagan har xil shaklda-chu. Chunki Abdulla akam degandek, o'ziniki noyisidan boshqa jutlardagi naqshlarning ta'siriga qaraganda o'zining jutini to'xtab turaman. Mening mahallamda o'zimning noyamdami shunday bolalar chiqyotdi. Menmi shuni qaraganda tirsam, menmi shunday bo'ladi ekanmi degan ko'z oldidagi bir ulga. Buning ta'siri xuddi Abdulla akam bay degandek Ahmadjonning chiqishi bütün Şinjan'a ta'sir ko'rsatdan boshqa Xotandan gitarchining ko'p chiqib kelishiga yana bevosita. Chunki ular voy bizmi Xotanlik, menmi qiziqib chalsam o'sha Ahmadjondek, menmi bo'la olayotgan deganlar intan tiz aldaliq o'ziga bevosita bir ulgu qilib ta'sir qildirdi ekan. Shunda olganda bu mahirimiz bana bekara qaraydi hamda. Hamma qaradi-da ba'zan. Hamma dekis qaradi. Shtirpandimmi naqshiljiq chiqadi-da, chempionligim chiqadi-da. Keyin qil uzunlik berib qalamsa bilan birga mansangimda. Abeydulla o'ylanib oldingmi? Hisobmi? Ustozlar, mo'laga rahmat, mo'lama yaxshi bağlanib badinglar. Mo'laga rahmat aytaman hamda meni kichigimdan qo'llab kelgan ota-onam, suyimli ota-onamga hamda meni qo'llab kelgan ayolimga bir rahmat so'zimni aytib olsam. Voy, sening ayoling bormi taqa? Deydi. Bu 23 yoshli bolam mı var diye taylı? Bana? Sonra sana tabii. Yok ki. Bana hazırcı yok. 23 yaş. Ayağılığıma rahmet. Senin ayeti ondan kolumsa bu nakşi degen için ayağı nait kollap dumusunda erken azar çıkardı. Şundan. Giton tüydü mü? Şimdi benim ahırkı tanışım. Kamiljon ustoz. Hayat yo'limizdagi qiyinchilikni texmi yuqori o'rlishimiz uchun tayyor qilingan palampay deb tonisak, qalbiga texmi yaqinlashgan bo'lamiz. Muborak bo'lsin. San'at yo'lingiz texmi parlaq bo'lg'isi. Bu Abeydullah'ın avazı mı? Bizim Samimo'nun avazına ait okşaydıgan avaz dairesi kengri. Avazın neye başlap mansa, şu yerge mangalagan bir avazlık balıkken bu. Hemimiz tan öğrüldük beş ustazının. Min tallab aldı bu. Neyim sebepti min tallab aldı hem de keyin ufkumuz bunu. Lekin bu ufkumuzdan mı bunun keyin işlerini yaxşı elip menişka, yaxşı eserlerini berip bizden avazı şarayetini yaxşı cari kıldırışka buruna bakma. Allah
vicdanı koşturayım. Vicdanı. Asmeni anda ayım olup Çimi alem ten küsem Çimi alem ten küsem Diyale anda çayım olup Leleri anda köydürsem Leleri anda köydürsem Leleri anda köydürsem尊敬的各位导师们，你们好，我叫努尔泽巴塔伊尔，来自库车。Yaxshimisilar ustozlar, mening ismim Nurzuba Tayir, yurtim Kuchadan. Hozir muqam o'rlash kasbida o'qiyman, Ayshgul ma'lumot qilaman. Oyo. Shunda aniq chiqib turdi, demisangizmi bilib qoldim. Ayshgul ma'lumot o'qitgansiz. O'sha 21 yosh. 21 yosh. Bu balada umid bor. Kamiljon ma'lim vicdanı qo'shildab ketdi. Aygul ma'limning agishib qo'shildi-da. O'ttirdi meni. Zalobe bayada. To'g'ri. 3 ma'limingiz siz uchun o'rindiq aylandi. Bu natijani aytdi, cho'ng natija. Rahmat. Xo'sh bo'ldingiz a? Aj naqshning oyqiga kelganda ko'rdingizmi bularning aylanganini? Ko'rdim. Ko'rdingiz a? Bu qizvalni endi ma'lumdan birini tanlang deb toza ish qiladigan bo'ldik. Ondan burun mayar bir kishi bormi de ha? Mayar ishlar bormi? Tanlashdan burun hozir tilimi o'ribmiz bilan men sirtib. Xalq naqshlarini hammamiz yaxshi ko'ramiz. Men shunday yaxshi ko'raman. Men ba'zi bir mayirlarga nisbatan o'zimdan azroq bir plan tuzib qo'yibganman. Planchi bir bola ekansiz o'zingizmi? Bu singlimiz ma naqshni bak yaxshi aytyapti. O'zim bak yaxshi ko'raman bu naqshni. Ondan ma aytishdimi, haqiqatan bajarib ketdim. Siz odatda bunda hozir zaman ommabop moda naqshlarni aytalamsiz, aytalaysiz? Ommabop naqshlarni hozircha bu bolaga topshirmadik, ammo topshirib qolsa aytalaydi ekan. Shu, men qarsam universal hamma qiladigandek bilinib ketdi bu aytgan aytgan naqshdirlar. Burini aytib baqqanmi? Aytib baqqan. Masalan? Aldirmay o'ylab turing ha. Yo'q. Amibop naqshlarni bek etmaydi ekanman. Milliy uslubda naqsh aytish tarafidan tarbiyalanayotgan bo'lg'achqa balki hozir o'qish mezgilida shu talab qo'yilayotgan bo'lishi mumkin. O'rganib bo'lgandan keyin shu xalq naqshlarini aytish bilan birga xolisa amibop uslub naqshlarni aytsa bo'ladi, shu o'rgangan ovoz ilmlari bilan. Uni ishlatalaydigan bo'ladi emasmi o'qish bitagich. Hozir nechinchi yilda? 3-yillikda. Ben birinci olap öğrenip ettim, ustaz gitmeniz bir yutub kaldı. Ben naqşanızı anlaplam, üzemden mektepte okuvatqa vaxtım yadım gitti. Şu an öğrenip qarsam Ayşgül ma'limning o'quvchisiman dediniz, bir ustazning shogirdlik emas. Şu ovozingizni anglab ovoz chiqarishingiz, shu o'quvotqa vaqtimdagi muqam o'rganayotgan kayfiyatlar esim keldi-da. Men shunga meni eng oxirgi duramni sizga tikib etdim shuni. Shunda meni mektepte tutdi, agar men tanlasangiz hozir hamda. Meni tanlamagansizni bilmayman, hozir dedim bora talashib olib berman sizda. Shunga birinchi o'rganib etdim-da men. Nemi ko'rsam ko'ray dedim. Kamiljon uniki to'ygu jihatdan es qilib to'nib bitibdi. Shunday bir ustozning o'quvchisi ekanlikni iborat ma to'yg'ini qaramay turib, o'rilmay turib, rosa his qilibdi. Tunji bo'lib o'rildi. Bir ustozning bolalaridan mana esatdi. Siz a kunisi shu nimada kechilikda bog'u deyman, muqam kechilikda shu o'tirda o'qigan qizsiz-ku, ha? Sizning kechiligingizdimi yo? Bas men shuni davlay degandim, endi hozirga to'g'ri kelmaydi, lekin menimi unda sal qarmanglar. Men xalqarалық sahnalarda kechilik ochgan. Masalan, shu yerning sahnalarida o'zimning yolg'iz kechiligini ochgan. Kechilik qilmadimi deb qolma. Yana ochmaydi. Kechilik qilib baxmagan xonim o'xshaydi. Ya shuningga biz da'vatimiz sizning kechiligingizga qatnashgan bu. Oldingi kunni bizning sana shu yerda muqam keçilikki bo'ldi. Shuni bilan kirib ko'rsam, shu 3 talla qiz bor ekan, lekin o'g'illar shunda jiqqa bu 3 tal qiz ajab o'moqkina birsi-birsin dedim. Hozir men ko'rgan ekan sizni tonibdim, afkam. Men keynim qarab o'ltagan vaqtimda men nimani his qildim desangiz, mushu bizniki Paşa İşan edimiz, Ayşem Qiyim ustozimiz, Risolat opiz edimiz. Men o'yladim, shu sizni yaxshan shularninki ovozdan o'rnak olgan o'xshaydi.
jiq shu pufraqlarni mardonliqni shu naqshidagi qo'yitadigan joylarni ashlardan o'rnak olibdi dedim. Anadaki öğrilgendik keyin qarasam bu siz degan nima degan o'moq, nima degan chiroyli qarang. Endi Ayşegül ma'lummi shu darslarda deb turdi, sizlarga eskartib turdi shu bo'shliqni. Ergiz bu xalq naqsi degan gap cho'qim qisib, bearam, shu quloqni chaqadigan degan narsa emasda. Bo'shliq bo'lish kerak. Bo'lapmi shu ig'izniki ich tarafdagi shu rağa deymiz, mishadagi yumshoq tanglaylarni ichish, gellarning ichining ichilishi, nafaslarninki ravonlashishi, anandagi yuqori ovozlarni olgan vaqtidami, qattiq qo'pol emas, yumshoq holatda aytishni buni Ayşegül'dan bek tavsiya qildi. Bu mazmunlarni. Balki men bugun sahnada azroq jiddiylashiib qolgan bo'lishingiz mumkin. Men o'yladim, keyingi shu jarayonlarda biz mush ishlarni Ayşegül ma'lum bilan birga qilib ketalaymiz degan o'y bilan mening gruppamga sizni qizg'in qarshi olaman. Rahmat ma'lum. Ma'lum shunda yaxshi fikrlarni berdi sizga. 21 yosh bo'lsa bu qizg'altaqa taraqqiyot istiqboli intayin zo'rki. Mana Komiljonni tanlasangiz o'zingizning bir nevra aksideklar. Bir ma'lumning bolalar ekansizlar. Mana Aygul ma'lum, Ayşegül ma'lum bilan birga ishlaydi. Siz bilasiz ma'lumingizni. Texnik qulaylik. Kechiliklarda ko'rgan. Aygul ma'lumning kechiligini ko'rgan bo'g'aytdingiz maktabda? Yo'qdi. Bu bola bek rostchi bola. Hazrat Ali'min ayt qizg'in bo'lyapti. O'zi balkim sizni milliy tarafdan tarbiyalaydigan va sal qiynalib qoldiki, yaxshi akillari va yaxshi hadilari va buni ustoz taklif qilib sizni tarbiyalaydi. Mush 3 ma'lumdan ko'nglingizda bir ustozni tanlang. Ma'vo Ipak yo'li sadosi programmasi uchun shunda ustoz tanlaysiz. Ayşegül ma'lum davomli sizning o'zingizning ustozi. Biz tatib olmaymiz-ku. Mening oxirgi tanishim İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. İnsan şah seferde, bektikler
sevdası, sevginin yok çigrası, hoş avazlar seynası, ipek yolu sadası.